Hop, assalomu alaykum Ulug'bek aka. Hop, biz Instagram sahifamizda Antigelmis 79 preparati bo'yicha, ya'ni o'zingizni shaxsiy retsept asosida tayyorlangan preparatingizga juda ham ko'p savollar kelib tushyapti. Keling, bugungi videoda mana shu kelib tushayotgan hamma savollarga birma-bir javob berib o'tib ketsak, o'ylaymizki, bizni kuzatuvchi obunachilarga foydali bo'ladi. Albatta. Assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun shu dori to'g'risida sizlarga ochiq oydin konkretni shu har bitta ichilish uslubigacha tushuntirib boramiz, xudo xolisa. Hop, birinchi savolimiz, so'ralayotgan savollardan biri, bu preparat 100% tabiiymi? Tarkibida yashirin kimyoviy moddalar yoki gormonlar yo'qmi? To'g'ri savol bo'ldi. Bu dorimiz 100% hammasi tabiiy giyohlardan tayyorlangan tarkibida. Bolaga hech qanday ziyoni yo'q. Boshqadan so'lak beziga, buyrak ostiga, jigariga hech qanday ziyoni yo'q. Buni ichganda hech qanaqa qo'shimcha jigarga yordamchi hech qanaqa zashita ichish shart emas. Buni tabiiyligi ichini ochganingizdan keyin o'zi sirasi bilsangiz ham bo'ladi. Bolaga hech qanday ziyoni yo'q. Endi ikkinchisi, necha yoshdan necha yoshgacha ichsa bo'ladi? Necha yoshdan boshlab bu dorini ichilsa bo'ladi? Bu dorini 1,5 yoshdan 70 yoshgacha bemalol ichsa bo'laveradi. Ya'ni ichilishda o'zini qonun qoidalari bor. Misol o'sha 1,5 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar o'sha dori ichishdan avval kunduzgi 17:00 dan, ya'ni kechki soat 5:00 dan tongi 8:00 gacha och qolish kerak bo'ladi. Och qoringa ichiladi. 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar dori ichishdan avval kunduzgi 15:00, ya'ni soat 3 dan ertalabki 8:00 gacha och qolinadi. 12 yoshgacha bo'lib, 12 yoshdan yuqori bo'lganlar soat 12 da obed qo'ygandan keyin shu bilan ro'za tutadi. Ertalab soat 8 gacha ertalab och qoringa ichiladi. Ichgandan keyin 2 soat ichib bo'lgandan keyin 2 soat ovqatlanmay turadi. 2 soatdan keyin suyuq ovqat ichadi. U yog'iga keyin dalishli bir ovqat yuradi. Faqat 3 kungacha mumkin bo'lmagan narsalar, sutli mahsulot, ho'l meva, qovun tarvuz, svej pomidor, bodringlar mumkin emas. Chunki dorimiz ichini suradi, oz miqdorda ichini surib, qo'lni gijjasini tushiradi. Bu nafaqat ostritsali ham bo'ladi. Bu universal dori. Organizmda necha xil parazit bo'lsa, hammasini tushirib beradi. Agar hozir biz Instagramga joylanmadik, agar Telegramdan gijja davolash deb yozilsa, o'zimizning shaxsiy shu kanalimiz bor Telegramda. Shu immun o'sha oziqlarni hammasini o'sha joyga tashlab boraman. Tushunarli. Xo'p, eng muhim savollardan bittasi, bu preparatni aynan kimlarga ichish mumkin emas? Ichish mumkin bo'lmagan joylari shu ko'krak suti bilan oziqlantiruvchi. Yosh bolaliklarga mumkin emas. 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarda tepasiga mumkin, pastiga mumkin emas. Sahrli kasali borlarga ham mumkin emas, chunki tarkibida shirin miya bor bunda. O'shanga u sahri borlarni ham kelgandan keyin o'zimiz kuchli nazorat ostida yoki bo'lmasam 1,5 yoshdan yoshi kichkina bo'lganlarni o'zimiz kuchli nazorat ostida shu yerda yotqizib davolab beramiz. Tushunarli. Xo'p, juda ko'p keladigan savollardan bittasi. Agar faqat birgina bolada gijja aniqlansa, butun oila, ota-ona ham qo'shilishib birga ichishi shartmi bu dorini? Albatta, oddiy misol bitta o'stiritsa kuniga 10,000 ga yaqin urug' qo'yadi orqa anal sohaga. Chunki bola kechqurun uxlagandan keyin gijjaga kerakli kislorod yetishmasligini hisobiga u orqa anal sohadan chiqib, orqa burmani chetlariga urug' qo'yadi. O'sha chuqurroq sanchvarishini hisobiga bolada chig'irchillatish bo'ladi. Bezovtalik bo'ladi. Agar qiz bola bo'ladigan bo'lsa, bemorimiz u ginekologist tarafga shu kirib ketish ehtimoli ham bor. Lyambila bo'ladigan bo'lsa, lyambilada ham o'ziga yarasha asoratlari bor. U askarida ham o'ziga yarasha asoratlari bor. O'sha asoratiga qarab bemalol diagnoz qo'yib olsa bo'ladi ota-onalar. Bu preparatni ichgandan keyin bolalardagi yaxshi tomonga o'zgarishlar haqida ham aytib berib o'tib keting. Ichgandan keyin o'zi buni dorini ichgandan keyin 2 soatdan keyin o'zi ichini tozalashni boshlaydi. Nafaqat gijja, organizmdagi yillar davomida yig'ilgan toshlarni ham tozalaydi. Detoksga o'xshagan ichini tozalovchi narsa. Hop, ichgandan keyin o'zi 2 soatdan keyin gijjasini tushirishni boshlaydi. Bolada 3 kunda o'zi o'zgarish boshlanadi. Ishtahasi, misol ko'p ovqat yeydiganlar bor, misol me'yoridan oshiqcha ovqat yeyotgan bolalar bor. Ular o'sha me'yoriga tushadi. Kam ovqat yeyotganlar ozgincha ovqat yeyishi ko'payadi. Ishtahasi ochilib, rangi o'zgaradi bolada sirasi.
Keyin bu narsa ko'p kuzatilgan dedingiz. Ya'ni oxirgi paytlarda bozorda sizni preparatingizni soxta, ya'ni poddelkalari ham ko'payib ketgan, Albatta, bor shunaqa. deb aytdingiz. Aha. Ya'ni buni o'zingizni haqiqiy original preparatingizni ajratib olish uchun nima qilish kerak? U qanday ajratib olsa bo'ladi poddelkalardan? Ajratib Kameraga olishda qarab turib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. ajratib olishda avvalambor yozuvlarga yaxshilab e'tibor beriladi. Plombasi bo'ladi, haqiqatda oldida ham orqasida Stiker. stikeri bo'ladi. Shunga qarab bilib olsa bo'ladi. Bu chunki bir martalik bo'ladi va ochgandan keyin mana bu yirtilib chiqadi mana. Keyin orqasida ham sizni telefon raqamingiz, Albatta, orqasida. Telegram kanalingizga QR kodlar QR kodi yon boshida QR kodi bor. Mana shu mashinalar bemalol dorini o'sha o'zirflarni tushayotgan gijjalarni ko'rib tekshirib borsa bo'ladi. Orqasida shaxsan o'zimning telefon nomerim bor. Xo'p, keyingi kadrda hozir bu preparatni ochib, qanday ichiladi ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rishsa, juda ham manfaatli bo'ladi. Albatta.